Dubayda dengiz bo'yida qurilayotgan to'liq mebel texnika bilan topshiriladigan xonadonlarni faqat shu yerdan sotib olishingiz mumkin. Birorta ham Dubaydagi qurilish kompaniyalar bu kabi taklifni hozircha bergani yo'q. Bundan tashqari yana ikki jihatiga ko'ra ushbu proyekt Dubayda yagona hisoblanadi. Odatda dengizni bo'yida eng kichkina xonadonlar bir yotoqxonali bo'ladi va 700 ming dollar atrofida boshlanadi. Lekin siz bu yerda studio xonadonlarni 380 ming dollardan xarid qilishingiz mumkin. Va yana eng katta yengilligi shuki, qurilish davomida 70% ni to'laysiz. Xonadon tayyor bo'lgandan so'ng kalitni olganingizdan keyin sizda yana 30 oy vaqt bo'ladi 30% ni to'lashga. Ya'ni bu degani ijarachi qo'yib, ijaradan tushgan daromad evaziga uyni qarzini yopishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani 380 ming dollarlik kvartira sizga taxminan 270 ming dollarga tushadi.